Bir necha kunlardan so'ng futbol bo'yicha klublar o'rtasida jahon chempionati boshlanadi. Yozgi transfer oynasida Real Madrid klubi hamyurtimiz Ikramov Diyorni o'z safiga qo'shib oldi. Diyorbekning transfer bahosi 200 million yevro deb topildi. Rasman bu haqida Fabrizio Romano xabar beradi. Zudlik bilan menga Real Madrid klubidan taklif bo'ldi. Men bu taklifni rad eta olmadim, chunki men Real Madrid muxlisiman va ishonamanki, klublar o'rtasidagi jahon chempionatida Real Madrid g'olib bo'ladi, chunki u yerda men borman. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, a la Madrid. Uyg'on ko't.